27 mart Xalqaro teatr kuni sana munosabati bilan viloyatimizda teatr tomoshalari haftaligi e'lon qilingan edi. Viloyat Qo'g'irchoq teatrida haftalik doirasida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil qilindi. Hozir shu haqda. Ayni kunlarda teatr jamoasi tomonidan bolajonlar uchun mo'ljallangan qiziqarli va tarbiyaviy ahamiyatga ega spektakllar sahnalashtirilib, bepul namoyishlar tashkil etilmoqda. Sahna asarlarida beg'ubor bolalik, do'stlik, mehr-oqibat, vatanparvarlik kabi mavzular keng o'rin olgan. Teatrimizda teatr tomoshalar haftaligi hamda ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tmoqda. Ushbu haftalik doirasida biz kichkintoy tomoshabinlarimiz va ularning ota-onalari uchun har kuni soat 13:00 da bir-biridan qiziqarli, tarbiyaviy va zavqli ahamiyatga ega spektakllarni namoyish etib kelmoqdamiz. Eng e'tiborlisi barcha tomoshabinlarimiz spektaklga mutlaqo bepul tashrif buyurishmoqda. Bizning asosiy maqsadimiz bolajonlarning qalbiga ezgulik, mehr-oqibat, do'stlik va go'zal tarbiyaviy tuyg'ularni singdirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Ochiq eshiklar kuni esa teatrimiz faoliyatini yanada kengroq yoritish, bolajonlarni teatrga jalb etish uchun xizmat qilmoqda. Tadbir doirasida bolajonlar uchun maxsus interaktiv dasturlar, qiziqarli o'yinlar va ijodiy chiqishlar ham tashkil etildi. Bu esa ota-onalar va bolajonlar uchun esda qolarli onlarni tuhfa etdi. Shu bilan birga ularning teatr san'atga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga xizmat qildi. Xalqaro teatrlar kuni munosabati bilan Samarqand viloyat Qo'g'irchoq teatrida ham teatr haftaligi tashkil etilgan. Albatta, rus tilida hamda o'zbek tilida spektakllarimiz har kuni bolajonlarimiz e'tiboriga havola etilyapti. Biz ijodkorlar bolajonlarni quvonchidan, shodligidan, ishonchidan yanada xursandmiz. Albatta, barchani 27-mart Xalqaro teatr kuni munosabati bilan Samarqand viloyat Qo'g'irchoq teatr jamoasi chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bu kabi tadbirlar bolajonlarning ma'naviy olamini boyitishda muhim o'rin tutadi.